Har kuni erta bilan sahar turib, erini ko'tarib, tahoratxonaga olib kirib tahorat qildirar ekan. Xotin erini ko'tarib, bolasini ko'targanda olib kirib tahorat qildirar ekan. Tahorat qildirib olib kelib joy namoz ustiga yotqizar ekan, birgalashib namoz o'qir ekan. Kelin baraka topkur oldida shayx hazratlarining kitoblarini o'qib berar ekan. Yana hovlini ham ishlari, hali oshxona ishlari hammasi joyida. Kuyovni og'alar aytayaptiki, bir kun jiyanim kasal bo'lib qoldi. Banisaga yotqizuvdik, bir noto'g'ri ukal qilib qo'ygan ekanmi, reaksiya berib yoribdi. Kelinim baraka topkur erini jiyanimni ko'tarib banisani koridorida yig'lab yuribdi. Tog'ajon boshqa banisaga olib boraylik, hozir erim o'lib qolsa keyin men nima hayot kechiraman, qanday qilib yashayman deb yig'lab ko'tarib yuribdi. Uni ko'rgan banisa xodimlarimi banisaga bolar tomi ketib qoldi bu kelinni. Eriga bo'layotgan mehrini, eriga bo'layotgan xizmat. Qasam bilan aytaman, birodarlar, ko'chadagi yurgan ochiq sochiq yurgan qizlar boru, bu yigitga erga tegib xizmatini qilish, yaqda tursin oldida bir soat o'tirmaydi ham.